Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda 1984 namlıq romanның davamı. 5. bab. Sayım yo'qab ketdi. Bir kuni etigan u ishqi kelmadi. Bir necha hamoqat uning kelmaganligi haqida bir nimalarni biljilishib ketdi. Ertasidan boshlab hech kim uning gapini qilmadi. 3. kuni Winston arxiv boshqarmasining oldi zalidagi uqtirish doskasiga qarag'ili bordi. U yerda shaxmat komitetidagilarning ismi bor tizimlik bo'lib, uningda odatda Soyimning ismi bo'ladi. Bugun tizimlikda yo o'chirilgan, yo sizib etilgan hech qanday alomat yo'q. Tizimlik avvalgi o'xshashlar chaplangan. Faqat birla odamning ismi yo'q turadi. Mushu yetarli edi. Soyim g'oyib bo'lgan edi. Undaq bir odam mavjud bo'lib baxmagan edi. Hava bakli isib ketdi. Ministerlikning panjara darizasiz bu sirliq o'rtasida havo tangshugishlik uylarning havosila normal temperaturda edi. Ammo sirtdagi tosh yotqizilgan piyodaliklar yo'lida odamning puti qizib ketadi. Bo'libmi ishq chiqqan tushgandagi jiddiy vaqtlarda tramvayning ichi chidg'usiz sesiqchilikqa to'lib ketadi. Nafrat haftasi uchun qilinayotgan tayyorlik jiddiy ilib berilyotadi. Ministerlikning barliq xizmat xodimlari ismini qo'shib ishlayotadi. Namoyish, yig'in, harbiy parad, leksiya, shom haykal, har xil ko'rgazma bo'yimlari, kino, televiziya programmalari ish qilib, hammasi o'rinlashtirilishi, tayyorlanishi kerak edi. Usular tiklanib, haykallar yosilib, shuarlar o'yilib, naqshlar tayyorlanib, ig'vorlar tarqitilib, saxta rasmlarmi yosilib bo'lishi lozim edi. Julia ishlaydigan roman boshqarmasimi roman ishlashni to'xtatib, dushmanlarning yovuzligi tasvirlangan kichik kitobchilarni ishlayotdi. Winstonmi o'zining doimiy xizmatidan boshqa har kuni nihoyat uzoq vaqt Times'ning koni sonlarini ko'rib, nutqlarda naql qilinadigan xabarlarni o'zgartirish, yasash bilan mashg'ul edi. Kecha bir vaqtlarda ko'chalarda nurg'un proletariatlar to'p-to'p yurishganda shaharning havosi bo'lakchilar qizib ketadi. Raketa bombalar texmi ko'p portlaydigan bo'lib qoldi. Ba'zida nihoyat yiroq yerlardan g'oyat zo'r portlash ovozlari anglanadi. Ammo buning nima ish ekanligini hech kim aytib berolmaydi. Shuning bilan bu haqda ajoyib so'z cho'chaklar tarqaladi. Nafrat haftasining bosh naqshisi qilib tayyorlangan naqsha nafrat naqshisi deb ataladi. Ishlanib bo'lgan bo'lib, ekranlarda uzildirmay qo'yilyotadi. Uning ohangi, ritmi nihoyat yovaylarcha, qo'pol bo'lib, muzika degilmi bo'lmaydi. Xuddi qolaymaqan dumboq chog'ang'ili o'xshaydi. Bu naqsha yuzlagan kishilarning marshqa dastigan ovozi va to'lashlari bilan birlashtirilgan bo'lib, anglagan odamning tenini shirkindiradi. Proletariatlar buni yoqtirib qolgan edi. Kechalari kishilarning buning bilan texicha modaning qolmagan bu faqat bir umidsiz xiyol degan naqshini bu yerlarda bas bilan aytayotganligini anglag'ili bo'ladi. Parsonuslarning bolalari bir qo'lida targ'oq, bir qo'lida tozliq qog'ozi tutib olib, kech-kunduz mashina tovlab, Winstonning chidg'uvchiligini qo'ymadi. Winstonning kechalari ilgirgidan texim aldirash bo'lib ketdi. Parsonus tashkillagan fidoilar atrati butun ko'chani nafrat haftasiga loyiq tayyorlash uchun bayroqchilarni tayyorlab, tashviqot rasmlarini choplab, o'g'zilarga bayroq xotlarini tiklab yurishdi. Hatto raketa bombadan mudofialanish uchun ko'chaga sim rishatkalarni tortishdi. Parsonus yolg'iz zafar binosila 400 metr uzunlikda Hasan Husan tayyorlaymiz deb po'atdi. U hozirgi xushalligida xuddi bulbulga o'xshab qolgan edi. Bu issiq havo va jismoniy emgak uningga kashqurlari, kuvsar va oldi uchuq mayka kiyilishiga obdalla bahona bo'lib bergan edi. U hamma yerda chepib yuradi. Uni ishtiratdi, buni tortadi. Buni haridaydi, uni mixlaydi. Hammalar bilan nihoyat qizg'in yo'ldoshlik tarzida salomlashib, paranglashib yuradi. Uning badanining har bir ter to'shukchisidan odam chidg'usiz ter hidi gupildab kelib turadi.
Birdilla Londonning hamma yeriga yangi bir viviska choplanib ketdi. Uningda bir xat yo'q edi. U faqat bir Yevro Osiyalik askarning g'oyat zo'r surti bo'lib, 3-4 metr egizlikda edi. U oldiga qadam tashlayotgan qiyofatda bo'lib, Mo'ng'ul chiroyi muzdek ifodasiz bo'lib, putiga noit yo'g'an o'tib kiyib edi. Beliga isib avtomatining cho'ngaytib ko'rsatilgan simvoli siz qaysi tarafdan qaramang, xuddi sizgila chinab turgandek ko'rinadi. Bu shaharning tomlaridagi bekor yerlarning hammasiga choplandiki, hatto G'o'jakining so'rtidanmi ko'p bo'lib ketdi. Urushqa bak iranishib ketmaydigan proletarlarmi birdilla noit asabiy vatanparvarlarga aylanib ketdi. Go'yoki bu umumiy kayfiyatga moslashayotgandek, raketa bombalarmi to'lib portlab, texmi ko'p odamlarning jinni og'ili turdi. Biri Stepneydagi bir kinoxonaga tushib, kinoxonadagi necha yuz tomoshabin xarobining ostida qoldi. Shu atrofdagi kishilar necha soatga so'zilgan dafn murosimiga qatnashdi. Bu murosim amaliyotda g'azab, nafrat bildirish yig'iniga aylanib qoldi. Yana bir bomba balla o'ynaydigan bir axlatxonaga tushib, necha 10 bola poch-poch bo'lib ketdi. Bu yerdami namoyish bo'ldi. Namoyishchilar Goldsteinning rasmini va tamlog'i choplangan avo Mo'ng'ul chiroyi askarining necha yuz parcha rasmini yirtib olib ko'ydirib etdi. Qalaymaqanchilikda nurg'un do'konlar bulang-talang'a uchirdi. İşpiyonlar simsiz bir üsküni bilan raketa bombaga yo'l boshlab beribdi degan so'z cho'chaklarni tarqaldi. Yashangan bir jup xotinning chet elga bog'langan degan gumon bilan uyiga o't qo'yib etildi va u ikkilan uyda tunchiqib o'ldi. Winston va Julia Charrington apandining do'konining ustidagi hujrasiga bora olgan chaqlarda salqindash uchun adiyal silinmagan karvatda bil yalang'och yetishyapti. Çaşqanmı qaytı ko'rinmedi. Ammo qurut qo'ng'izlar issiqda ovib mig'ildishib ketgan edi. Biroq bu cho'ng ish emas edi. Mayli maynat yoki pokiza bo'lsin, mushu uyning o'zla jannat edi. Ular kelibla qorong'u bozordan setib olgan mush parashukini uyoq bu yoqqa chechib etib, ondan kiyimlarini silib etib, terlab ketgan badallarini bir-biriga choplashib birga bo'ladi. Ondan birdam uxlashadi. O'yg'anganida bo'lsa, qurut qo'ng'izlarning qaytadan yig'ilishib hujraga tayyorlanganligini ko'radi. Iyun oyida ular 6-7 qatim ko'rishdi. Winston o'zining doim orcha-harqa ichadigan odatini tashladi. U hozir u nimaga muhtojdak qilmaydi. O'zimi sal samirib qolgan. O'shqidagi yarsimi xeyli o'ngshilib qolgan bo'lib, o'shqining sal ustidirak kichikgina yerda qo'ng'ir tatuqli qolgan edi. Uning sahardagi yutunimi to'xtab qoldi. Hozir turmushi ilgirgidek chidog'siz zerikishlik emas edi. Uningda endi ekranga qarab, chiroyini purishtirib qo'yg'isi, ovozini qo'yib etib, afsonaviy tillar bilan tillug'isi kelib qoladigan hayajonmi yo'qoldi. Hozir ularning xuddi o'zlarining uyidaklar bir yo'shirin ovsi bor edi. Ularga hozir aran pat-pat ko'rishib tura oladiganligi, har qitimda aran 1-2 soatla birga bo'la oladiganligimi ig'ir kelmaydi. Eng muhimi faqat shu do'kon ustidagi hujra mavjud bo'lsa bo'ladi. Hujraning shu yerda bexatar mavjudligini bilib turishning o'zla shuning ichida yashaganlik bilan o'xshash edi. Bu hujra bir dunyo edi. Bu yerda tarixdagi nasli qurib ketgan hayvonlar mengib yuradi. Winston Charrington apandinimi yana bir nasli qurgan hayvon deb o'yladi. Ba'zida u palampayga chiqishdan burun Charrington apandi bilan bir necha minut paranglashib qo'yadi. Bu bovoy asosan degudek sidqi qadam bosmaydi. Uning ustiga xaridormi yo'q deyarlik edi. Bovoy mushu kichkina do'kon va tomoqini tayyorlaydigan texmi kichik oshxonasi arzida go'yo arvoh kabi yashaydi. Uning ashu oshxonasidagi nurg'un narsalarning orasida koni nayt yo'g'an bir plastinka qo'yg'ish bor edi. U Winston bilan paranglashib olgandan bakli xush bo'lgandek ko'rinadi. Uning qimmati qolmagan ashu kon narsalari orasidagi mukchaygan gavdasi, uzun burni, qalin ko'zayniki
odamga bir savdogarni emas, balki bir yig'ib saqlag'uvchini eslatdi. U Winstonga bir xil horg'in qizg'inlik bilan, hele bir farfor botlikining eg'izini, hele bir puchilib ketgan tamaka kuldonni va o'lib ketgani uzun bo'lgan bir qiz bovoqning chechini set qo'ygan marjon qutisini ko'rsatdi. Uni setish uchun emas, balki o'zi zo'qlanib ko'rsatib ketdi. Uning bilan paranglashish xuddi bir ko'nrab ketgan muzika qutisidan chiqqan tirinchigan ovozga quloq solgandek ish edi. U pat-pat unutilib ketgan ba'zi naqshlarni xotirasining bir burchaklaridan tatib chiqardi. Ularning biri 24 dona oqqash qushqash to'g'riliq. Yana biri agri mingizlik kala to'g'riliq. Yana biri bo'lsa Kok Robinning o'limi haqidagi naqsh edi. Har qatim Winstonga biror yangi naqshining gapini qilganda, "Sizni qiz qilib qolamikin" deb o'ylab qoldim, deydi u kulimsirab turib. Biroq u hech qaysi naqshidan biror ikki misradan boshqasini eslayolmaydi. Julia va Winstonning ikkilisiga hozir qilayotgan ishining uzunga bormaydiganligi ayon edi. Ba'zida o'lim ularga xuddi ular yetayotgan mushu karvatdekla tutqul bo'ladigan bir narsadek konkret ayon bo'ladi. Ular xuddi do'zaxga hukm qilingan bir ruh. Soat jiringlashdan burunqi eng oxirgi 5 minutida o'zi eng huzurlanadigan ishini qilib olay degandek. Ba'zida bir-birini shundoq bir umidsizlik va jinsiy istak aralashgan tuyg'uda ching quchoqlashib yetib ketadi. Shundaqdimi ular yana ba'zida hech ish bo'lmaydigandek, bexatardek, hatto mangu mushundaq bo'ldigandek xom xiyollardami bo'lib qoladi. Ish qilib ular ikkisi mushu hujurtili bo'lsa, ularga boshqa hech qanday zarar yetmaydigandek his qiladi. Bu yerga kelish xatarlik va qiyin. Biroq uyning ichi bo'lsa bir panohgoh edi. Winston shu ayna qog'oz bosqiga qarab ketganda, go'yo uning ichiga kirib ketgili bo'lgandek. Uning ichiga kirvasa, vaqt to'xtab qoldigandek tuyg'ularga cho'mib ketadi. Ular ba'zida qechib ketishning tushlarini surishadi. Ular ta'lining mangu davomlashadiganligiga, davomlashadiganligini, umrining oxirigacha mushu peti yashab o'tkilib bo'lganligini o'ylashadi. Agar kasrin o'lib ketsa, bir amallar bilan ikkilan to'y qilib olsak, yoki bo'lmasa birga o'lib olsak, yoki yo'qab ketib, qiyofatimizni o'zgartib, biror zavodda ishlasak, odam bo'lmaydigan orqa ko'chalarda uy tutib yashasak. Biroq ikkilisi bu xiyollarning uxlamay tush ko'rganlik ekanligini biladi. Amaliyotda qechish mumkin emas edi. Faqat o'lib bilishla mumkin ish bo'lsa-mu, ammo ikkilisining bundoq o'yi yo'q edi. Ular xuddi havoli bo'lsa, nafaslanishga intilib turadigan o'pkadek. Mumkin bo'lsa, kelgusi deydigan uqum yo'q hozirning ichida. Bir kun, bir hafta bo'lsa-mu yashashni o'ylaydi. Ba'zida ular partiyaga qarshi isyonlarni o'ylab ketadi. Ammo tunji qadamni qanday elishni bilmaydi. Hatto qarindoshlarni mavjud degandimi, ularni qanday tepish, ularga qanday qo'shilishmi bir mushaqqatli ish edi. Winston Juliyaga o'zining O'Brienga bo'lgan tuyg'usini, ba'zida uning yeniga kirib, "Men partiyaning dushmani, menga yordam qiling" degisi kelib ketadiganligini aytib berdi. Hayron qolarligi bu Juliyaga bir hamoqat xiyol bo'lib tuyulmadi. U kishilarning chiroyiga qarabla baho beradigan bo'lg'ashqa, Winstonning O'Brienning ko'zidagi shundoqli chaqnab o'tgan nurga asosan, uningga ishonishi Juliyaga tabiiy tuyuldi. Texi Juliya yana hammaylarning partiyaga o'chligiga, agar bexatar bo'lsa, fursat tepib, qoida qonunlarga xiloflik qilg'usi borligiga ishonganligini aytdi. Lekin u partiyaga qarshi tashkillangan bir harakatning mavjudligi va mavjud bo'laoladiganligiga ishonmadi. Uningcha Goldstein va uning sirliq armiyasi haqidagi gaplar,
partiyaning xalqni ishontirish uchun o'zlari o'ydirib chiqqan yolg'on ig'vo edi. Partiyaning sonsiz namoyishlarida Juliyaning o'zimi ismini bilmaydigan ashu jinoyatchi deyilganlarga o'lim jazosi bersin deb eng yuqori ovozda qarni yirtilg'idak to'laydiganlarning biri bo'lsa-mu, ularning shu jinoyatni sodir qilganligiga qilchimi ishonmaydi. Ochiq sud ichilganda, u yoshlar ittifoqining biror sho'ba atratiga kiriblar. Ular bilan birga atgandan kechgacha sud sahnasini qurshab, "Xoinlarga o'lim!" deb jinning barcha vaqiraydi. Attiganlik nafrat faoliyati bo'lsa, u Goldsteinni hammadan bakrak tillaydiganlardan edi. Vaholanki u Goldstein va yoki uning ideyasi haqida qilchilik bir narsa bilmaydi. U inqilobdan keyin tug'ilgan bo'g'ashqa 50-60 yillardagi ideyaviy kurashlarni bilmaydi. Bundaq mustaqil bir siyosiy harakat uning tasavvuriga sig'maydi. Uningcha har qanday ahvolda partiya yengilmaydi. Partiyaning tangdishi yo'q edi. U mangu mushundaq mavjudligini davomlashtiradi. Siz faqat qarshiligingizni ba'zi qoidalarga yo'shirincha xiloflik qilish yoki odam o'ldirish va yoki biror yerni portlatib etish degandek ushoq ishlar bilan ifodalayalayapsiz. U ba'zi ishlarda Winstondan bak sazgur hushyor edi. Partiyaning tashviqotlariga undaq oson qoyim qilib qolmaydi. Bir qatim Winston uningga Yevro Osiyo bilan bo'lgan urushning gapini qilganda, u hech ish bo'lmagandek, bundaq urushning mavjud emasligini aytganligi Winstonni qattiq hayron qoldirgan edi. Uning qarashicha, Londonga pat-pat tushib turadigan raketa bombami partiyaning xalqni qo'rqib tursin uchun qilgan ishi bo'lishi mumkin ekan. Winston bularni haqiqatan o'ylab baxmagan edi. Julia uningga nafrat faoliyatida tuyuqsiz kulib tashlashdan o'zini qanchalik zo'r kuch bilan tutib turganligini aytganda, Winston uningga sal hasad qilib qoldi. Ammo Julia partiyaning ta'limotlaridan faqat o'zining xususiy ishlariga taqashgan vaqtda ondan sal gumon qiladi. Bo'lmasa bu haqda hech qanday gumonni bo'lmaydi. U partiyaning har xil afsonalariga ishinaveradi. Chunki haqiqat bilan soxtalik orasidagi farq uningga nisbatan muhim ish emas edi. Masalan, u maktabda o'rganganiga asosanla partiyaning aeroplan yasaganligiga ishonadi. Winston maktabda o'qiydigan 50-yillarda partiya faqat tik ucharni yasaganligini deydi. Keyin Juliyalar o'qiydigan chaqlarda aeroplanni o'zlarining yasaganligini da'vo qildigan bo'lgan edi. Balkim yana bir avloddan keyin par mashinasimi o'zining yasaganligini deydi. Winston uningga aeroplanning hatto o'zi tug'ilishdan burun va inqilobdan burunla yaslab bo'lganligini aytganda, bu paket uni hech qancha qiziqtirmadi. Aeroplanni kimning yasaganligini bilishning nima ahamiyati bo'lsin? Juliyaning texi buningdan aran 4 yil burun Okeaniyaning Yevro Osiyo bilan emas, Sharqiy Osiyo bilan urushda ekanligini bilmasligi Winstonni texmi hayron qoldirdi. Julia bu urushlarni bir numussizlik deb qaraydi. Vaholanki u dushmanlarning o'zgarganligidan xabar yo'q edi. Biz azaldan Yevro Osiyo bilan urush ichida deb o'ylab ekanman, dedi u parvosizla. Bu Winstonni xilli cho'chitdi. Aeroplanning yasalishi Julia tug'ilishdan xilli burunqi ish edi. Ammo dushmanlarning o'zgarishi bo'lsa, texi Julia cho'p-cho'ng bo'lib bo'lgan 4 yil burunqi ish edi. Winston uning bilan bu ish to'g'riliq chorak soat atrofida talash-tortish qildi. Oxirida u Juliyaga dushmanning aslida Sharqiy Osiyo ekanligini nayt g'uva bo'lsa-mu asl talidi. Shundaqdimi u bularga yanala parvosiz edi. Kimning qari? Deydi u sabrsizlik bilan. Ish qilib urush birining keyindan biri davomlashib turdi. Xabarning yolg'onligini hammaylar biladi. Ba'zida Winston uningga arxiv boshqarmasi va o'zining o'ydirmachilik xizmati haqida gap qilib beradi.
Julia bundaq ishlardanmı bək qorqub ketməydi. U yalğanlarning haqiqatga aylanayotganligini o'ylagandimi, o'z putining ostidagi cho'nqur hangning texmo kengayotganligini his qilolmaydi. Winston uningga Jones, Aronson, Rutherford va uning barmoqlari orasidagi qog'ozning tushib ketganligini deb bergandimi, Julia buningga hech qanday bir ifodada bo'lmadi. Hatto u Winstonning nima demoqchi bo'lganligini anqiramadi. Ular sizning do'stlaringizmidi? Yo'q, men ularni tonimayman. Ular ishki partiya a'zolari. Uning ustiga ular mendan yoshda jiq cho'ng. Ular inqilobdan burunqi o'tmishga tava odamlar. Men ularni faqat ko'rib boqmagan. Faqat ko'rib boqqan. Men ularni faqat ko'rib boqqan. Undaqda nimadan g'am yeb ketisiz? Odamlar doim o'ltirilib turdi-ku. Undaq emasmi ya? Winston tushuntirishga tirishib baqdi. Bu bir olaydi ahvol. Bu hargizmi biror odamning o'ltirilish masalasi emas. Siz o'tmishning hatto tunigundan boshlab yo'qtilganligini his qilmadingizmi? Agar o'tmishning ma'lum yerlarda yana izir qoldi deyilsa, undaqda u söz qilolmaydigan ba'zi buyumlarda qoladi. Masalan, mavi aynakdek. Biz hozir inqilob haqida degudek hech nima bilmaymiz. Munosabatlik har qanday xotira yozmalar yo'qtildi, burmulandi. Barliq kitoblar qayta yozildi. Bütün rasmlar qayta chizildi. Jimi bina, ko'cha, yo'llarga yangidan nomlar qo'yildi. Har qanday ish voqealarning chislosimi o'zgartirildi. Mana bu jarayonlar minutlab, kunlab davomlashib ketyotdi. Tarix to'xtab qoldi. Partiyaninki mengu to'g'ri hisoblanadigan o'yig'i yo'q, hozirdan boshqa hech nima mavjud emas. Bilaman, o'tmish burmulandi. Hatto men bu ishni o'zim qiladigan turug'liq, yana uning burmulanganligini isbotlab berolmayman. Burmulashlar tutib bo'lganda hech qanday paket qolmaydi. Birdan bir paket faqat mening kallamda qoladi. Mendan boshqa hech kimning mendek o'ylaydiganligiga jazm qilolmayman. Mening butun hayotimda men faqat bir qitim shu ish yuz berib necha yillardan keyin shuningga aloqador bir konkret moddiy paketdan birini qo'lga tushirgan edim. Nimaga foydasi bor? Nimaga foydasi buning? Foydasi yo'q. Chunki men uni qo'lga tushirib, yana bir necha minutdan keyin tashlab etgan edim. Agar yana shunday ish bo'lib qolsa, men endi cho'qim saqlab qo'yaman. Shundaqmi? Men undaq qilmayman, dedi Julia. Men tavakkulchilik tayyor, ammo arziydigan ish qila. Hargizmi koni gazetlarning parchalariga emas. Siz uni saqlab qo'ygan taqdirdami, uning bilan nima ish qila olasiz? Hech qancha ish. Balkim u faqat bir paket. Meni uni boshqalarga ko'rsatdi deb faraz qilaylik. Balkim u yer bu yerlarda gumon qo'zg'ay olishi mumkin. Men bir hayot chig'imizda biror narsani o'zgartiraymiz deb tasavvur qilmayman. Ammo u yer bu yerlarda qarshilik paydo bo'lib, kichik guruhlar birlashib, zo'rayib, balkim o'zining ba'zi iznolarini qo'yib ketishi, keyingi avlodlar ularning izini besishi mumkin deb tasavvur qilib bo'ladi meningcha. Men keyingi avlodlarga qiziqmayman, suyimligim. Men faqat ikkimizga qiziqaman. Sizning belingizning ostida haqiqiy isyonkor, dedi u Juliyaga. Julia bu gapdan bekli zo'qlanib ketdi va Winstonni quchoqlab oldi. Partiyaning ta'limotlari epkiladigan oqibatlarga Julia ozroqmi qiziqmaydi. Winston uningga qo'sh tafakkur, insokning prinsiplari, o'tmishni o'zgartirib bo'lganligi, yangi tildagi so'zlar degandek temalarda gap qilganda u anglab zerikib ketadi va bunday narsalarga ozroqmi diqqat qilmaydigandek. Ozroqmi diqqat qilmayman deydi. U hammaylan bunday gaplarning hammasining axlatligini biladi. Qanday qiladi buning g'amini yana yeb deb o'ylaydi. U odam qachon tantana qilishni,
qachon qarshi turishni bilsila shu yetarlik deb qaraydi. Agar Winston bu xil gaplarni davomlashtiraversa, u asta-asta uyquga g'arq bo'ladi. Julia har qanday chaqda va har qanday o'rinda uxlay oladigan odamlardan edi. Winston uning bilan paranglashib, ortodokssallikning nimaligini bilmay turib, ortodoksal bo'lib olishning qanchalik osonligini tunib yetdi. Partiya o'z dunyo qarshini dal shuni tushunolmaydigan odamlarga o'ngishliq sindirgan edi. Ular reallikning shundoq o'p-ochiq burmilishini qabul qiladi. Chunki ular o'zidan talab qilinadigan narsaning qanchalik iflosligini tushunmaydi. Nimalarning bo'layotganligini bilish uchun ommaviy ish hodisalarga tuzuk diqqatni qilib ketmaydi. Ular shu tushunolmasligi bilanla ondan sarangga aylanib qolmay tura olgan edi. Ular hamma narsani yutib o'tadi. Yutib o'tgan bu narsalar ularga ziyon qilmaydi. Chunki qushning po'kinidagi biror don xuddi hazm bo'lmay shu peti chiqib ketgandek, uning kaynida qoldiqi qolmaydi.